Assalomu alaykum aziz muxlis. Tramp Rossiyaga tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp davom etayotgan hujumlar tufayli Rossiyaga qarshi sanksiyalar qo'llash masalasini ko'rib chiqmoqda. Donald Tramp Rossiyaga sanksiya to'g'risidagi xabar yo'lladi. Unga ko'ra har ikki tomon tezda muzokara stoliga o'tirishi kerak. Rossiyaning Ukrainaga hujumlarini davom ettirayotganidan kelib chiqib, men sulh bo'yicha yakuniy kelishuvga erishilgunga qadar Rossiyaga nisbatan keng qamrovli bank sanksiyalari va tariflarini qo'llashni ko'rib chiqyapman, deydi Tramp. AQSh prezidenti ikki tomonni imkon qadar tezroq tinchlik muzokaralarini boshlashga chaqirib, o'z xabarini quyidagi so'zlar bilan yakunladi. Mening Rossiya va Ukrainaga chaqiruvim kech bo'lmasdan hoziroq muzokaralar stoliga o'tiring, deb yozdi Tramp. Eslatib o'tamiz, oldinroq AQSh moliya vaziri Scott Bessent Rossiyaga nisbatan sanksiyalar rejimini ham yumshatilishi va kuchaytirilishi ehtimolini istisno etmasligini aytgan edi. O'tgan oy oxirida AQSh prezidenti Donald Tramp Qrimning anneksiya qilinishi va o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk va Luganskni tan olgani uchun Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni yana bir yilga uzaytirdi.